Barchaga salom. Studiyada yana men, sizning boshlovchingiz Tolibjon. Tanaffus teleshousining bugungi sonida biz ko'pchilik o'quvchilarni qiynaydigan, lekin ular bu haqda gapirishga uyaladigan muammolardan biri prokrastinatsiya, ya'ni bajarilishi muhim bo'lgan ishlarni kechiktirish kasalligi haqida gaplashamiz. Men prokrastinatsiyani shartli ravishda kasallik deb atadim. Chunki bugungi ko'rsatuvimizga taklif qilingan mutaxassis prokrastinatsiya bu shunchaki dangasalikka o'xshagan kasallik va bundan qutulsa bo'ladi deb meni ishontirdi. Marhamat, qarshi oling. Prokrastinatsiyani yengish bo'yicha mutaxassis Murodbek. Murodbek, studiyamizga xush kelibsiz. Sizga beradigan birinchi savolim: nimaga siz prokrastinatsiyani kasallik deb ataysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor sizga taklif uchun rahmat deyman. Savolingizga qaytadigan bo'lsak, mening nazarimda prokrastinatsiya dangasalikning bir ko'rinishi xolos. Men shuning uchun ham buni yomon odat yoki illat deb hisoblayman. Demak, tushunarli. Bu muammo sizda ham bormi yoki bo'lganmi? Ha, albatta. Bu muammo ko'pchilik insonlarda uchrab turadi. Shu jumladan menda ham. Nega shunday deb o'ylaysiz? Ya'ni, nega ko'pchiligimiz biror bir ishni o'z vaqtida bajarishimiz muhimligini bilamiz, bo'lmasa qanday oqibatlar bizni kutayotganligini ham bilamiz, lekin ularni qilmasdan ortga suraveramiz. Ko'pchilik o'quvchilar kechiktirish muammosiga duch kelishadi. Maktab vazifalarini, sinfdan tashqari mashg'ulotlarni, shaxsiy qiziqishlarini bir maromda olib ketish juda qiyin tuyulishi mumkin. Oqibatda muhim vazifalarni oxirgi daqiqagacha qoldirishga moyillik paydo bo'ladi. Lekin bundan aslo vahimaga tushmaslik kerak. Chunki mutaxassis sifatida ayta olamanki, prokrastinatsiyani oddiy usullari bilan yengib o'tsa bo'ladi. Qani unda biz bilan, aziz teletomoshabinlar bilan prokrastinatsiyadan qutulish yo'llarini baham ko'ring. Albatta, prokrastinatsiya muammosiga yechim topishdan avval uning kelib chiqish sabablarini tushunib olish foydali bo'ladi. Asosiy sabablariga quyidagilar kiradi. Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish. Vazifalarni yaxshi bajara olmasligingizdan xavotirlansangiz, ularni kechiktirishga moyil bo'lib qolasiz. Chalg'ituvchi omillar, jumladan ijtimoiy tarmoqlar, streaming xizmatlari va xabarlar yozish tufayli diqqatni jamlash qiyin bo'lishi mumkin. Motivatsiya yetishmasligi. Agar biror mavzuga chinakam qiziqmasangiz, ishni boshlashda qiynalishingiz mumkin. Menimcha, bugungi kunda eng ko'p uchraydigan chalg'ituvchi omillardan biri bu ijtimoiy tarmoqlar bo'lsa kerak. Ha, afsuski shunday. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazish oldimizda turgan ko'p muhim ishlarni kechiktirib qilishimizga sabab bo'lyapti. Demak, kechiktirishning asosiy sababini aniqlash, uni yengish uchun to'g'ri yondashuvni tanlashga yordam berar ekan. Bu tushunarli. Keyingi maslahatingiz nimadan iborat? Katta vazifalarni kichik qadamlardan boshlang. Katta vazifalarni kichik qadamlardan boshlang. Yanada batafsil tushuntirib bera olasizmi? Albatta, katta vazifalar, masalan, uzoq muddat talab qiladigan insho yozish yoki yaqinlashib kelayotgan imtihonga tayyorgarlik ko'rish kabi ishlar odamni ortga surishga undashi mumkin. Bunday vazifalarni kichikroq bo'laklarga bo'lish ularni kamroq qo'rqinchli qiladi va bajarishni osonlashtiradi. Aha, tushunarli. Biz qanday qilib katta vazifalarni kichik qadamlardan boshlashimiz mumkin? Bu juda oson. Masalan, vazifalarni aniqlang. Inshoingizda nimalar bo'lishini yoki imtihon uchun o'rganishingiz mumkin bo'lgan mavzularni qisqacha yozib oling. Vazifalarni rejalashtiring. O'zingizga kunlik yoki haftalik maqsadlar qo'ying. Masalan, dushanba kuni kirish qismini yozish, seshanba kuni 3-bobni o'rganish. Natijalaringizni kuzatib boring. Har bir kichik vazifani bajarganingizni belgilash uchun checklist, ya'ni ro'yxatdan foydalaning. Demak, biz bu maslahatlarga amal qilsak,
bizda ishlarni keyinga qoldirish istagi kamayadi, shundaymi? Shunday, to'g'ri. Murodbek, keling endi auditoriyamizga yuzlansak. O'ylaymanki, ularda ham sizga savollari bor. Siz yuqorida chalg'ituvchi omillar haqida gapirdingiz. Men uchun ham ular juda katta muammo. Aytingchi, chalg'ituvchi omillarni qanday qilib kamaytirishimiz yoki umuman yo'q qilishimiz mumkin? Masalan, telefoningiz, televizoringiz yoki boshqa qurilmalaringiz yaqin atrofda bo'lsa, ayniqsa ular e'tiboringizni juda oson chalg'itadi. Shu bois ishlayotgan yoki o'qiyotgan paytingizda ulardan xoli bo'lishga harakat qiling. Bundan tashqari, uyingizda tinch bir burchak toping yoki kutubxonadan foydalaning. Bu joy tartibli va ortiqcha narsalardan xoli ekanligiga ishonch hosil qiling. O'qish paytida telefoningizni bezovta qilmang rejimiga qo'ying yoki parvoz rejimini yoqib qo'ying. Xabarlarni tekshirish yoki ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib chiqish diqqatingizni tez orada chalg'itib yuborishi mumkin. Murodjon, men sizga prokrastinatsiyani yengish bo'yicha biz bilan baham ko'rgan maslahatlaringiz uchun rahmat demoqchiman. Shuningdek, qimmatli vaqtingizni bizdan ayamay studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun ham muxlislarimiz nomidan alohida rahmat demoqchiman. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sonlarda uchrashguncha xayr.